Iskandar aka, Instagramdan yana savol kelgan. Men kotol o'rnatganimda avval yaxshi yonardi. Hozir rasxod ko'payib ketgan, yaxshi yonmaydi, tutab ketadi, ichi shlak saqich bo'lib yotibdi. Mana shunday savol kelganda, mana shunday qolgan obunachilarimiz va kuzatuvchilar xalqimiz mana shu muammoga duch kelmasligi uchun oldini olish uchun nima qilish kerak? Juda ham dolzarb mavzu savol berdingiz. Bu hozir juda xalqimizda ko'p kuzatilayotgan muammo. Buni oldini olish uchun birinchi o'rinda dimixod, ya'ni mana shu yoqilg'ini chiqib ketayotgan dimixodga to'g'ri ustanovka qilish, ya'ni sendvich qilish kerak. Operator olib kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. İçini bu sendvich nima desangiz, qishda bu yoqdagi sovug'i bu ushlab qoladi bazalt, bu yoqdan chiqayotgan issig'i sovuq bilan tutashtirmay ushlab turadi. Shuni hisobiga kondensat, ya'ni ichi terlash bo'lmaydi. Terlash bo'lmaganning hisobiga ichi doim quruq, toza turadi. Shuning uchun buni ichi to'lib qolmaydi. To'g'ri ustanovka qilib ichi to'lib qolmaydi. Katolingiz tutayotmaydi, to'liq yoqadi, doim xohlagan mahal isita oladi, o'z to'liq kuch bilan ishlashiga sabab bo'ladi va rasxodingiz oz bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Ikkinchi bergan savolingiz ham juda dolzarb savol, ya'ni ko'mir yoqishadi ko'pchilik. Ko'mirni noto'g'ri ko'mir yoqib qo'yishadi. Ya'ni tarkibida saqich ko'p ko'mir yoqishadi. O'sha yaxshi tortmagani, tutaganning hisobiga u shlak bo'lib, saqich bo'lib to'lib ketadi. Agar buni tozalab turilmasa, energiya samaradorligi ko'payib ketadi rasxod. Ya'ni 20-30 kilo emas, 60-70 ga qadar chiqib qoladi. Chunki issiq o'tkazmay qo'yadi. Albatta tozalab ko'mirni tanlashda shlak bo'lmaydigan, tarkibida saqich kam, o'zimizda ayniqsa mana angren ko'mir. Men juda ko'p aytaman, angren ko'mir ham kul bo'ladi, shlak bo'lmaydi, ham pul arzon. Masalan, o'zini mahallasiga borib, ariza orqali 390 so'mdan olsa bo'ladi. Ham arzon tushadi, ham shlak bo'lmaydi, tozalashga qulay. Albatta ana shu jarayonlarga, dimixod ustanovkalarga kotol yoqishda to'g'ri foydalanilsa, ham tejamkorligi bo'ladi, ham kotol toza turadi, ham samaradorligi yaxshi bo'ladi. Albatta shunaqa ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Instagram shapkasidagi Telegram sahifamizga albatta obuna bo'lib, har qanday savolingiz bo'lsa, o'zim to'liq javob berishga harakat qilaman.